Assalomu alaykum azizlarim, vatandoshlarım. Mana men hozir sizlarga bitta video qilmoqchiman. Mana bu arramiz 70-80-yillar ishlab chiqarilgan. Sobiq ittifoq davrida ishlab chiqarilgan. Lekin materiali yaxshi. Tashlab yuborishga uvolda bu. Hozir men shu arramizga ikkinchi hayot bag'ishlamoqchiman, xudo xolasa. Qo'limdan kelgancha. Hozir men bu tishlarni olib tashlayman, tishlari singan. Mana 5-6 ta tish yo'q. Tishlari singan. Mana bu chizib qo'yganman bu yoqdan. Hozir to'g'rilab yangidan tish chiqaraman. Mana boshladik. Bismillah. Arramizni mana kesib to'g'irladik. Endi arramizning ichini mana bu yozuv daftarga to'g'irlasak bo'ladi, to'g'ri keladi shu. Chaqmoq daftar bunga maydalik qiladi, chunki katta arra bu. Buni kichikroq arralarga to'g'irlasa bo'ladi buni. Mana yozuv daftarni qarang. Mana shunday o'lchasak bizga to'g'ri chiqadi mana. Qalam bilan belgilab chiqaman buni. Mana endi chizib oldik, mana buni ishlarini hozir o'tkazamiz. Endi arramizning hozir shuni bir yonboshini o'tkirlayman hozir. Bir yonboshini. Bir tomoni qilindi, yonboshi. Endi ikkinchi tomonni yonboshi qilinadi.
birinchi tomonning yonboshlari olib chiqildi. Endi ikkinchi tomonning yonboshlarini olamiz. Mana. İki tomonini ham o'tkazib chiqdim. Ertaga o'xshab qoldi, endi ichga o'xshab qoldi. Endi yakuniy bosqich bo'ladi, finalniy bosqich bo'ladi endi. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Boshladik. Mana. Arramiz ham ishlashga tayyor bo'ldi. Mana. Zavodskoy bo'ldi. Mana tishlar ko'rdingizmi? Mana. Hammasi teng tishlari. Endi faqat razvod berishimiz kerak-da bunga. Qayirib chiqishimiz kerak. Qayirmasak ishlatib bo'lmaydi buni. Hozir qayirib chiqaman. Mana rendaning texini oldim. Rendaning texi. Xalagan temirni olsangiz ham bo'ladi. Men qo'limga olgani shu bo'ldi. Hozir mana. Başlayalım mana. Bismillah. Qayırib chiqamiz. 1 2 Mana yaxshilab qayirib oldik. Razvod qildik. Endi ishlatib ko'ramiz mana. Hozirgi magazindagi kitayskiy ayranlardan 1000 marta yaxshi bu. Mana materiali. Qayirsangiz ham mana o'z joyiga boradi. Mana qayirsangiz ham, buksangiz ham mana o'z joyiga boradi. Kitayskilar bunday bo'lmaydi. Qiyshayib qoladi bunda buksangiz. Like'larınızı kutaman. Kommentarlarınızı kutaman. Hayır,